Akalar, bu mashinamizni ham galobkasini ko'tarib oldik. Bulovlarning betini chiroyli qilib tozalab, temir prikladga bosishga chotki qilib mana. Masin nasoslari ochilmadi, kartalari tegilmadi. Katalizatoriga dog' bor, xudo xolasa konkret. Mana galobkasini tozalash ishlari ketyapti, chiroyli qilib. 8 ta kichkina gnezosiya saroshga tushdi. Juda ham yomon ekan. Eski klapanlari mana kuyganlari. Mana. Ko'karib ketgan. Olov bo'lib. Orada chaqlangan ekan, ammo chiqqan priklatkasi temir. Endi qo'yiladigan narsalari jem galobka prikladga, jem kirishga prikladga, jem klapan salnik, koreyskiy klapan. Buni saroshga qiladigan instrumentlarimiz galobkasini.